Diqqat qiling. O'zbekistonda muhim qaror qabul qilindi. Bu yangilik ko'pchilikni hayratda qoldirdi. Endi nogironlar uchun hamma narsa o'zgaradi. Davlatdan kutilmagan qaror. Bu qaror minglab odamlarning hayotini o'zgartirdi. Barcha fuqarolar xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Nogironligi bo'lgan shaxslar endilikda kambag'allar ro'yxatiga kiritilmaydi. O'zbekistonda nogironligi bo'lgan shaxslar uchun yordam tizimi tubdan o'zgartirilmoqda. Hukumatning so'nggi qaroriga ko'ra, endilikda nogironligi bo'lgan fuqarolar kambag'allik reyestriga kiritilmaydi. Ular alohida ijtimoiy toifa sifatida ro'yxatga olinadi va davlat tomonidan bevosita nazorat ostiga qo'llab-quvvatlanadi. Rasmiy izohlarga ko'ra, bu qaror nogironligi bo'lgan shaxslarni kambag'allik tushunchasi bilan bog'lashga barham berishga qaratilgan. Yangi tizim asosida ularga ko'rsatilayotgan yordam yanada manzilli bo'ladi va faqat pul yordami bilan cheklanib qolmaydi. Endilikda davlat tomonidan tibbiy xizmatlar, reabilitatsiya, ta'lim olish, kasbga tayyorlash va ish bilan ta'minlash kabi muhim yo'nalishlarda ham qo'llab-quvvatlash kuchaytiriladi. Bu esa nogironligi bo'lgan shaxslarni jamiyatda faol ishtirok etishga va mustaqil hayot kechirishi uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, mazkur islohotlar orqali nogironligi bo'lgan fuqarolarni kambag'allik tushunchasi bilan bog'lash amaliyotiga barham beriladi. Bu esa ularni ijtimoiy maqomini oshiradi, kamsitish holatlarini kamaytirish va davlat siyosatida inson qadrini ustuvor qilib ko'rsatish yo'lida muhim qadam sifatida baholanadi. Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi, manfaatdor vazirliklar va idoralar bilan birgalikda 3 oy muddatda qonunchilik hujjatlarini mazkur qarordan kelib chiqilgan o'zgartirishlar va qo'shimchalar to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasiga takliflar kiritilsin. Mazkur qaror ijrosini muhokama qilib borish ijro uchun mas'ul tashkilotlar faoliyatini muvaffaqiyatlashtirish va nazorat qilish O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Aripov zimmasiga yuklatilsin. Yangiliklardan har doim xabardor bo'lib borish uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang.